xususiy sektorda faoliyat ko'rsatib, konsalting xizmatlari bilan shug'ullanib kelaman. Barcha faoliyatim mana xususiy sektor tarmog'ida o'tgan. Yaqinda 3-farzandimga homilador bo'ldim va homiladorlik tug'ish nafaqasini oldim. Bu bizga ayollarga berilgan eng katta imkoniyatlardan bittasi bo'ldi. Ishoning, shu paytgacha xususiy sektorda yurgan ayollarga bunaqa imtiyoz, bunaqa yordam berilmagan edi. Mana shu imkoniyatdan, mana shu qaror asosida foydalanib, hech qanaqa ovoragarchiliklarsiz, hech qanaqa hujjat rasmiylashtirmasdan, faqatgina shu poliklinikamdan muddatida tibbiy ko'riklardan o'tib, muddatida shu menga berishgan obmenniklarini olib ishlatganimda, menga homiladorlik va tug'ish dekretniy pulim mana o'z vaqtida kartamga tushirib berildi. 3-farzandimni eson-omon bag'rimga bosib olganimdan keyin, keserva yo'li bilan bu operatsiya o'tgandan keyin, undan tashqari yana menga shu qo'shimcha to'lovlarni ham kartamga tashab berishdi. Ya'ni eng zo'r tarafi bu hammasi o'z muddatida, ya'ni 15 kun oralig'i muddatida shu narsalar amalga oshirilganligi bo'ldi. Bu yerda har bitta norasmiy o'rinda ishlab kelayotgan ayol qizlarimiz xususiy sektorda tug'ruq ta'tillarini olishi va bundan tashqari больничный deb aytamiz, mana shu kasallik varaqalarida ham 1-iyuldan ishga tushadigan tizimda olishda undovchi vosita bo'layotganini va bunga ishonch borligini tushunib yetishdi. Birinchi navbatda o'zimni qo'lim ostida ishlaydigan xodimlarim tushunishdi va yon atrofimdagilar ham ish o'rnida rasmiy ishlashga juda ham qiziqishligi ortdi.